Hammaga assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Bugungi vlogimni voy quyoshga ko'zim qamashdi. Bugungi vlogimni anaqadan magazindan boshlayman. Hozir magazinga ketyapman, detskiy mirga. Firdavsga kash olgani. O'zi zakaz qilib qo'yganmiz. Hozir borib olaman. Spesialni uzoqqa tushdim. Anaqada zina bor. O'sha zinadan o'tib ketaman deb piyoda picha yuray dedim. Uzoqroq anaqaga tushdim. O'zi narkasdan figa tushsam yaqinroq edi, lekin o'zim men qorga yurishni xohladim. Havo yaxshi, normalniy. Quyosh, shunday ketyapman. Darsga kashasini olaman. Aylanaman, nimalar bor. Kiyimlarini, kichkina qo'ygan kiyimlarini ajratgan edim. Kiyimlar ko'raman, picha. Shunaqa bodichalar ko'raman. Valbersdan ancha narsa zakaz qildim. Kecha ancha narsa zakaz qildik. Ular ham kiyib qoladi. Buni hozir tez qilayotgan bo'lgan kiyimlarini o'sha uchun baribir shunday kiyimchalar olgim keladi, narsalar olgim keladi. O'zimga narsa olmasam, shu yil o'zimga qishga kiyim qilganim yo'q. Bitta bir oy oldim bo'ldi. Qolgan hamma narsa Firdavsga. Firdavsga kash, pampers, kiyimlar tez kichkina bo'lib qolyapti. Tez kattaryapti. O'shanga kiyimlar olib unga narsalar ko'raman. Hali ag'danam dash yurish kerak. Ketaman shunaqa. Zinaga keldim. Men zinadan o'tib ketaman hozir. Shu spesialniy videoga olay, esdalikka qolsin deb shu uzoqqa tushdim, shu videoga olish uchun. Yaxshi ko'raman shunaqa hayotimdan esdalik videolar qoldirishda. O'sha uchun YouTube kanal yurg'izaman. Qanaqadir like uchun yoki prosmotr uchun yoki bloger bo'lish uchun emas. O'zimning hayotimdan esdalik videolar qolishligi uchun yurg'izaman. O'zim xohlagan videomni anaqa открытый dastur qilib qo'yaman. Odamlarga ko'rsatgim kelmayotgan videolarni anaqa yopib qo'yaman. Dasturni yopib qo'ysa bo'ladi-ku. Qo'lmay qoladi. Dasturni yopib qo'ysa bo'ladi-ku. Yopib qo'yaman. Ko'p emas, ikkita videom bor. Tug'ruq videosini chiqarganimda juda ham ko'p negativ olganman. O'shanga chiqib oldim. Tug'ruq videosini olganimda juda ham ko'p qo'yganimda juda ham ko'p negativ yozilgan hamma. O'shanga dasturni yopib qo'yganman. Tak yaxshi prosmotr bo'lgan, lekin haytlar ham ko'p bo'lgan. O'shaning uchun tug'ruq anaqa videom yopib qo'ydim. Mana shu yerdan video olish uchun tushdim. Aqqa borishim kerak. Xullas qizlar, shunaqa gaplar. Pozlakam dam olish kunlari menga mazza bo'ladi. Ovozim yozilyaptimi, yo'qmi bilmayman qizlar. Qo'lim yaxladi. Tuk 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 tuk. Xullas tushib ketyapman. Xabar steklar biladi bu ko'prikda. Sovuq, tippa sovuqda shamol. Yo'ldan o'tish uchun ko'prikdan o'tib ketyapman. Voy, Stepanchik aka. Voy. Voy, Uli idos. Chivalim. O'tdim. Ambo akva nimadir, akvariummi nimadir degan unaqa. Targoviy sentrcha. O'sha yoqda detskiy mir bor. O'sha yoqqa ketyapman, qizlar. Shu ko'chaga chiqsam, mana xursand odam yo'q bo'lib qolyapti. Shuni xursand bo'lyapman ko'chaga chiqsam. Chunki uyda
Bachcha bilan bir xil payti yaxshi bo'ladi kunimiz, bir xil payti yomon. Injiqlik qilib qolsa, mana qilib qolaman-da, nervchi chiqib qolaman. No xullas, shunaqa. Endi o'sha yoqqa boshim kerak mana. Mana. Videolarim ham chiqib jinnicha. No xullas shunaqa qizlar. Kim qayerdan meni kuzatyapti, kommentariyada yozib qoldiringlar. Podpisчиклар bilan yaqin bo'laylik. Kim meni tanisa, men sizni taniyman yoki qanaqadir qarindoshimmi, qo'shnimmi, kimdirmi bo'lsangiz, kommentariy yozib ketinglar qizlar. Bag'am sipanchiq, hamma joy sipanchiq. Voydot. Qorni qaranglar. Yo'lda to'sib tashlagan. Qor. Tekis yo'lga o'tib oldim. Shunaqa gaplar. Ketaman. Qo'lim yaxladi qizlar. Endi shu bilan Targo sentrchaga detskiy mirga kirib videolar olaman. Tomosha qilinglar. Mana qizlar keldim уже. Targo sentrga. Shaqdan kirib ketaman hozir. Maqdan zinada ikkinchi etajga chiqaman. Ne ko'rsatib ketay. Tepada detskiy deb yozilgan. Oy. Xullas. Hozir men zinadan chiqaman ikkinchi etajga. Всё, keldim chiqaman. Voy, biram siqqinam hozir. Lekin toza havoga yurib oldimda. No, badam ko'rmayapman, bana ko'rinadi, hozir ko'rsam. Keldim detskiy mirga qizlar. Hozir anaqa ko'raman. Kiyimlar ko'rmoqchi edim. Menimcha, navarashtonlar orqaga bo'lsa kerak. Vaqtda yo'qman, nima balo? O'yinchoqlar, narsalar. Voy. Qaqda, kichkinalar. Tomonda emasmi? Men baqa uncha kiymayman-da. Ko'proq bu bilgumga boraman. Narsalar, hageslar. Mana baqda ekan qizlar. Mana detskiy yerda yangi yilanochilar bor ekan. Shaqa kelmabmiz bu yangi yil payti Firdavsga. Bar qizchalar narsasi so'ran, shunday birinchi qilib qo'ya bar qizchalar narsasini. Qaranglar. Shaqdan o'g'il bachchanki qani. Bir surchirib diqqat tashlaydi. Qizlarga bor chiroy narsalar. O'g'il ballaki qani. Voy. Shunchalik narsalar olishim kerak. Mana o'g'il bilanki oxiriga manaqdan qidirib bizlar top sen top. Mana shunaqa. Qizlarkin chiroy qilib qo'yadi. O'g'illarkin chiroy qilmaydi. Endi hozir men bitta ko'rib chiqishim kerak. Men bilan yaxshi ekan. Nuqaqa yo'q bu. Hozir bitta ko'rib qizlar chiqaman-da. Video o'chirib. Endi men qolishim kerak edi, oyog'i bunaqaligidan. Bunaqa bo'lmaydi. Bunaqa oyoqchalik Firdavs tirnog'icha o'satdi, bunaqa bo'lmaydi. Mana Manudi hamma maqtadi, lekin apam olatma yaxshi emas dedi. O'zim radnay apam. Qanaqa pampers so'tasizlar qizlar yozinglar.
O'tgan safargi videoyimda mama Zinayt pampersiga yaxshigina odziv qoldirganman. Ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Mana bunaqa Bips butilka. Nima Bips dedim. Event. Bag'da Bips yo'q, menimcha. Sanodan zakaz qilganmiz. Mana soskasi ham bor, qizlar, Event soskasi. Qattiqda, mana bir izini. Bipsniki yaxshi. No yana bilmadim, kimga qanday yo, nima yo. Qattiq deb o'ylayman. Chiroyli, lekin bu mahr. Chiqishiga mamnuq. Mamnuq yaxshi ekan-da. Vashshi qattiq-ku. Xullas ko'rib chiqishim kerak. Baby go. Mana u ham maqtayapti, hamma. Baby go-ni. Shuni ham ishlatib ko'raman, qizlar. Chota mana biz anasdan bilyapman, kачествоsi yaxshiligini. Haggis. Chota качественный yo'shqayapti mana shu Baby go. 6 kilodan 11 kilogacha. Bu necha pul ekan? Baby go 4 kilodan esa bu kichkina. Mana bu bo'ladi-da. 6 kilodan 11 kilogacha. Endi ana shuni olsam. Tashini ishlatib ko'raman, chota vashcha yo'shqayapti qizlar. Hali pampersimiz borda zapas. Hali pampersimiz bor. Влажный masha tekoni yo'q ekan, bunaqasidan bor ekan. Haggasimi unaqa. Ultra komfort ekan bu. Men Elite Soft bor-ku, paxtali o'shani ishladim. O Baby go. Baby go влажныйсimi bular? Bular nimasi? Anasi. Влажныйсimi bu? Yo'q. Влажныйsi yo'q ekan, men ishlatib ko'rasdim. Baby go влажный. Baby go. Yo'qsinniki men bilan 400 qancha, 200 qancha? Yo'q, men kichkinasi 200 qancha, bunisi 400 qancha. Baby go la. Bag'da keyin ketdi. Har xil pampers. Yo'qsinnni ishlatib ko'raman, keyin Baby go ishlatib ko'raman, men pampersni ishlatib ko'raman. Amins bu tursiklik ekanda. Neni? Bag'da qo'ymaydi kabritani, men ag'da zakaz qilgan o'xshadi olim. Malyutka. Kiyimlar narsalar. Bag'da bunaqa kashchalar. Keyin ana men kabritamni kashasiga o'tamizda. Hali tushunmayman, lekin bular qanaqa nima qilib beriladi. Lekin men buni ham maqtayapman, hamma xipda. Nima bilmadim. Kabritni beramanmi, xip beramanmi? Oldin jiyanlarim ham naqadar chest. Kashchana. Oy, qizlar. O'yinchoqlarni ham bir aylanib chiqaydi. Pamascha hal bilan o'ynash bilmaydi. Imomni qolishim kerak. Xo'sh. Pianino. Bunaqa o'yinchoqlar, bunaqa olishim kerak. Yana kitobcha, ikkita kitobcha zakaz qilganman, yana bitta o'yinchoqcha zakaz qilganman, Valbersda azonni. O'shalar kelsa ularni ham ko'rsataman, qizlar. Bunaqa kabritasi yo'qmi ekan? Bor ekan. Bunaqa. Bunaqa bu bipshin. Bunaqa shampun bilan, shunaqasi bilan geli borda. Birdas togamiz hali ham ishlatayotib, o'sha tug'ilganidan oldin olib qo'yganimiz hali ham ishlatayotib. Bag'da butilkalar.
Xullas men aylanib chiqay bir sirama. Qizlar. Bir sirama aylanib chiqaychi, nima gap, nima so'z. Oyoq kiyimli bars. Aytibmanki, bari qizchalarga chiroyli qilib qo'ya, o'g'il-bachalarga ana burchakdan topsang top bo'ladi. Endi mana burchakdan kirib topaman endi qizlar mana bardakdan. Qizlar magazindan chiqdim. Kashasini oldim. Yana bir ikkita narsachalar oldim. Uyga borganda ko'rsataman videoda. Uyga borib ko'rsataman qizlar. Birdan hozirni sochlarim kirib ketyapti. Hozirni Broska molga ketyapman. Yana bir ikkita narsalar bor olishga ag'da bu bilgumdan endi. Detski merdan olayotganlarim bo'ldi. Endi bu bilgumni olishga olayotgan narsalarim bor. Broska marketdan olayotgan narsalarim bor. O'shangaga ketyapman. O'zimga yana uzoq yo'l tanladim. Pichi yuray dedim-da. Mana havo toza. Yaxshilik payt yuray. Firdavsdem keyin olib chiqsak, olib chiqamiz, qaraymiz. Fozlakam sartaroshga ketadi, men boraman. Men ishlarim hal qilib boraman, Fozlakam sartaroshga ketadilar. Shu bilan kun o'tadi, tuga olib chiqolmaymiz. Bu safardan boshlarga olib chiqamiz. Sochim ham og'zimga kirib yedi lekin. Shamolda. Xullas shunaqa hozir naqda narka ostanovkaga borib, avtobus kutib, Broskaga tushib, Broskada narsalar olib, yana avtobusga, Broskadan chiqib avtobusga minib, uyga borib, narsalarni joylashtiraman. Sizlarga raspakovka qilaman, ko'rsataman video olib. Hozir bu bilgumga borganimda ham video olaman, ag'dan ham qizlar. Qiziq bo'layotgan bo'lsa, vloglarim kommentariyada yozib qoldiringlar qizlar. Har safar har xil qilaman-da. Bir safar doktorlarni ko'rsataman, bir safar magazinlarni. Mana shunaqa. Shtobi bir xil bo'lib qolmasligi uchun ovozim eshitilyaptimi yo'qmi bilmayman. Moshin shavqan qattiq gapiryapman lekin. Xullas ketyapman ostanovkaga qarab. Sizlarga video olib, vlog olib, o'zimga istarli vloglar olib. Shunaqa. Qizlar, bu bilgumga keldim. Hozirdan ham bitta narsalar ko'raman. Bitta ko'radigan narsalarim bor, shularni ko'raman. Kitobchalar yaxshi ko'raman. Firdavsim yaxshi ko'radi kitobchalarni. Hozir bag'dan olayotgan narsalarim bor, shularni olaman. Masuda yodigan gel. Xullas qizlar, hamma narsani olib keyin ko'rsataman. Boyagi baby roll degan влажность yo'q ekanda, ha? Bu tomon edi, menimcha adashmasam. Aniq. Mana olaman xatam limonlikdan. Oy. Yokosonna. Naqa butilka yushka. Oy. Bag'da detmirdek narsalarni solganman. Qizlar hozir. Mana kremchidan olishim kerak. Улежнейший кожа лица, mana лица и тело deb yozib qo'yibdi. 415 rubl. O'zi hozir mana buni ishlatyapman-da, Milkdan. Bilmadim, olsammi, olmasammi. Mana bunaqa quyoshga ham bor ekan, ana sovuqqa ham bo'lish kerak krem. Sovuqqa ham sotadigan krem. Men bu yog'chasidan mana buni ishlataman. Mana buni ham maqtayapti ko'plar spreychali yog' deb. Xush.
Biz bag'da shunaqa bag'dan gel oldim. Yana nima olishim kerak qarayman-da hozir. Bir sirama video vlogimga ham ko'rsatib o'tib ketay. Men shu kremchadan olaman dedim. Shu kremchadan geldan yana ola qarayman dedim. Bunaqa gellar qarayman dedim. Turistmi? Uncha arzon. Mana bu necha litrli? Uy. Xullas qizlar hozir hamma narsalarni olib, keyin uyga borgandan keyin ko'rsatam hamma narsalarni videoda. Hozir ko'rib chiqib, aylanib chiqaman. Nima bir shunaqa. Xo'sh, bu bulgumdan ham narsalarni oldim. Detski yerdan bu bulgumdan keyin juda og'ir bo'lib ketdi. Ketaman. Ayla bu bulgum. Endi pastga marketga tushishim kerak. Narsalarni olib qizlar adrenalincha ichib o'tiraman. Ertaga Fozlakam tug'ilgan kuni tort oldim. Sham oldim. Bundan ham videolar qilsam qo'yaman qizlar, kechqurun 12 ga happy birthday qilamiz. Xullas narsalarni bo'lim ichidan olib o'tiribman. Hozir adrenalinni ichib olib ketaman uyga. Qizlar, men keldim. Shu bo'ldi, magazinlar hammasiga borib keldim. Kechqurun Fozlakam 12 ga Fozlakam tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Video qilaman undan ham. 11 fevral Fozlakam tug'ilgan kuni kechqurun 12 da tabriklayman. 19 fevralda Firdavs 4 oylik bo'ladi. Undan videolar qo'yaman. Men bu olgan narsalarimni hozir uyga kirib, Firdavs uxlamagan bo'lsa, vaqt topib sizlarga ko'rsataman nimalar olganimni. Firdavsga ancha ko'p narsa olmadim. Valbersdan ham ko'p narsalar zakaz qilganman. Valbersdan ham narsalar kelsa charchab qolim. Sizlarga ko'rsataman videosini. Har xil kiyimchalar zakaz qilganman. O'zim ham qiziqib ketyapman. Tezroq kelsa bir haftalarda kelib qoladi-da. Xullas, shunaqa gaplar qizlar. Endi uyga kirib, hozir Firdavs uxlayapti. O'sha uchun shaqda gapirib olay deb, shaqda video olayman. Kechqurun dень рождения nishonlaymiz. Qarayman, butun tovuq olmoqchi edim-da, anaqa qilib duxovkaga tiqmoqchi edim butun tovuqni. Ko'raman. Hozir chiqib kelsam chiqib kelaman. Fozlakamdan so'rayman-da. Kechqurunga Firdavsni uxlatib, tug'ilgan kunini nishonlab, bitta tovuq pishirib, o'tirib birga oilaviy o'tiramizmi dedim. Qaynotamning tug'ilgan kunlari, erim bilan qaynotam tug'ilgan kuni bir kunda 11 fevralda. Xullas, shunaqa gaplar. Vlogim qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qizlar, men yana ko'chaga chiqib ketdim. Uyga kirdim, kiyimimni almashtirdim. Narsalarni qo'yib, anaqa qilsam, kechqurunga nima qilaman dedim. Magazinga chiqib kelay o'zim dedim. Firdavs uxlayapti ekan. Firdavs uxlagandan foydalanib, hozir magazinga ketyapman. Manaqdagi produktchi magazinga. Napitkali olaman tovuq olaman, butun tovuq duxovkaga tiqaman. Keyin qaytishimni, magazindan qaytishimga Azonga kirib narsalar zakaz qilganman. Azondan ham narsalar olish kerak. Xullas, birinchi magazinga, keyin Azonga. Xullas, bugun ko'chada yurayotgan kunim bo'ldi, ish qilib Fozlakam yana ishga ketadi, shu bilan uyda qolaman. Chiqolmayman baribir. Xullas, yaqin magazinam borib hozir tovuq olaman, napitkali olaman. Kerak narsalar olaman, ziravorchalar. Kechqurun aytdim-ku, tug'ilgan kunni nishonlashga deb. Senga Fozlakamga aytsammi dedim. Hozir Fozlakam baribir sartaroshga ketadi. O'zim borib chiqib kela qolaman dedim-da, yana qaytadan kiyinib, yana chiqdim. Hozir magazinga borib narsalarni olib,
Mana azondan qaytishga kiraman deyinni, azonga. Qaytishga, azonga kirib, narsalarimni olib ketaman o'yga. Xullas shunaqa. Ozgina charchadim, ko'p emas lekin. Qizlar, mana bu magazinda Xetsena degan magazin. Shu magazindan kirib narsalar olamiz. Mana kunlik narsalar kerak bo'lsa, ko'proq shaqdan olamiz. Bo'lmasa Brozka marketga boramiz. Farqi yo'q, qayerdan qulay bo'lsa o'shandan olamiz. Xullas qizlar, anaqalar oldim. Tovuq narsalar. Mana bizani anaqa nimada o'zbekchasiga qilib aytganda mahalla. Xetsenadan chiqib, endi azonga kelyapman qizlar. Oho, odam ko'p. Qizlar, hozir o'yga keldim. Sizlarga olgan detskimlardan olgan narsalarni ko'rsatib ketay. Birdasiga mana shunaqa kombinezoncha, kurtkacha oldim. Bunaqa nima konditsioner, bunaqaga kirmoshinaga solishga narsalarga, mana kurtkachalarni yuvishga, plyonkalarni yuvishga shunaqadan ishlatib ko'raman. Buni parashokdan ishlatardim, gelidan ishlatib ko'rmagan edim. Endi ishlatib ko'raman. Anasini yuvishga, nima butilkalarni yuvishga yoqason mana shu gelidan ishlataman, limonligidan. Mana shu zo'r. Bunaqa kremcha. Buyupxindan bunaqa krem. Bunaqaga litsa и tela. Yuz bilan badanga bunaqa kremchasi hali yo'q edi. Hozir ochib ko'ramiz. Sizlarni ochmadim. Anaqada videoda ochaman dedimda, ochmadim. Ishi dahshat ekan. Bu suyuqroq ekanda. Ama hozir yuziga men bu milkchadan aniq qiladim. Bu milkam, malochka. Suyuq. Bu juda ham suyuq, bu normalniy suyuq ekan. Yuziga hozir shuni islatib endi buni islatib ko'raman. Bu anaqasiga, bunaqa gelim, bunaqa ko'chasiga suraman mana. Bu qoq. Еще yana shunaqa qo'shildi, bunaqalarga. Bunaqa vatniy diskcha analariga. Nega oddiy oldim. Qussani qissa og'izchalarini artishga. Men bu ikkalasini azondan oldim. Mana bu kitobcha, lattali. Ko'rsatma qaridan qildi. Qarish, boshqa shunday. Shiqilloq ekan bu. Bunaqa lattachalik kitobcha qizlar. Ishlasa ham yumshoqda. Zarka. Yana. Voy! Yirtdim. Nuqlas. Buni birdan 6 sekundda yirtgan bo'lmasa. Men buni rasmda katta, mamnunchi keladi deb o'yladim. Bu menchikkina keldi. Men olsam chiqib ketdi. Sen yetgancha, men yetgancha qilgan ekanda. Nuqlas 2 so'mga puliga arziydi. Anosiga, soskasiga. Bundan nechta var? Bundan ikkitagina esti-ku. Shuncha zakaz qildim. 2 ta 4 6 ta. Qizlar. 6 ta. Nima bo'lo? Bunaqa anacha. Buni soskasiga, mana shu soskasiga ilinadi. Ne? Soskandirgich. Mana qanday ochilgan ekan. Bu qanaqa bu?
No xullas men tushunmadim bunga. No xullas shuncha zakaz qilib telefozlarkan. Ikkita uchta bosilib ketgan, bilmayman. Soskasiga bunday ulab qo'ygan narsasi bor-ku, shu narsa. Bu bo'lganda men bunaqa kitobcha oldim, qizlar, вообще o'zim yoqdi. Bitasini ham ko'rdim, pianinali ekan, u вообще katta. Mana pianinasi bor, вообще o'chasiz, вообще dahshat ekan o'sha kitobcha. Undan ham olamiz, hali katta-katta bo'laversa. Mana shunaqa shechali. Buni nimasi zo'r gapiradi. Mana yozilganlarni aytyapti. Xullas shunaqa narsa. Buni bu bilgumni mana nima ko'ryaptimi? 499 so'mga oldim. Arzimadim yo'qmi? O'zini anasi batareykasi orqasida qo'yilgan ekan, mana shu birdan qo'yilganidan oldim. Qo'yilmaganlari ham bor edi. Birdan qo'yilganidan oldim men. O'ynaymiz dars bilan birga. Xullas shunaqa narsa oldim bu bilgumdan. Shular mana bularni detskiy yerdan qizlar. Mana bu naskicha. Hozir bularni ochib ko'ramiz. Hozir. Mana shunaqa naskicha 3 ta. 149 rublga oldim 3 tasini qizlar skidkada. Yana anaqa kalgotka. Tez-tez ochib ko'rsatdi. Kalgotgacha qizlar. Shunaqa oyoqchalik ekan. Buni bilmayman, necha pul, 2 so'mmi, 3 so'mga oldim. Shunaqa kalgotka, naski. Mana bu kurtka nima oldim. O'zi qizlar madetskiy yerga nima bordim. Kashaga bordim o'zi. Kashaga borib mana shuncha narsa olib keldim. Yana boshqa produktlar narsalar olib keldim. O'zi kashaga deb chiqdim. Kasha zakaz qilgan edik. Smeska deb chiqdim. Xullas, mana shuncha narsa ko'tarib keldim. Shu qizlar olgan narsalarim, yana Valbersdan ham narsalar zakaz qilganman. Kelsa ularni ham shunaqa obzor qilib ko'rsataman qizlar. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Firdavs uxlayapti. Sutini chirib, botilga yo'ygan. Tortcham qalay qilib. Уши кашку по утру, ням-ням-ням, дали рады животу,